Ish yo'llar butunlay yopilib, qarzga kirib qolganlar uchun ajoyib bir wird vazifasi bor. 21 kun uzmay har kuni bir vaqtni ajratib o'qiladi. Inshaalloh taolo tang ahvoldan chiqib rizq eshiklari lang ochiladi. Ba'zan bunday hol humul sehri bilan tashkil qilinadi. Farqi yo'q, sehr bilanmi yoki hasad yoki ko'z bilanmi, darhol natijaga guvoh bo'linadi. Bu sinovdan ko'plab o'tgan bir amal. Faqat ixlos va muhabbat bilan qilish kerak. Afzal vaqt bu quyosh 2 nayza ko'tarilgandan tong peshingacha. Endi ba'zan u vaqtlarda biror yumush bilan bo'lib qolgan kishi boshqa xohlagan vaqtida o'qisa bo'laveradi. Yaxshilab tahorat olib, qiblaga qarab o'tiradi. 7 marotaba Bismillahirrohmanirrohim deydi. 7 marotaba La ilaha illalloh deydi. 7 marotaba Allohu akbar deydi. 7 marotaba Allohumma solli va sallim ala sayyidina Muhammad va ala alihi deydi. 7 marotaba Subhana birrur rohim deydi. 7 marotaba Ixlos surasini o'qiydi. Ish yo'llar butunlay yopilib, qarzga kirib qolganlar uchun ajoyib bir wird vazifasi bor. 21 kun uzmay har kuni bir vaqtni ajratib o'qiladi. Inshaalloh taolo tang ahvoldan chiqib rizq eshiklari lang ochiladi. Ba'zan bunday hol humul sehri bilan tashkil qilinadi. Farqi yo'q, sehr bilanmi yoki hasad yoki ko'z bilanmi, darhol natijaga guvoh bo'linadi. Bu sinovdan ko'plab o'tgan bir amal. Faqat ixlos va muhabbat bilan qilish kerak. Afzal vaqt bu quyosh 2 nayza ko'tarilgandan tong peshingacha. Endi ba'zan u vaqtlarda biror yumush bilan bo'lib qolgan kishi boshqa xohlagan vaqtida o'qisa bo'laveradi. Yaxshilab tahorat olib, qiblaga qarab o'tiradi. 7 marotaba Bismillahirrohmanirrohim deydi. 7 marotaba La ilaha illalloh deydi. 7 marotaba Allohu akbar deydi. 7 marotaba Allohumma solli va sallim ala sayyidina Muhammad va ala alihi deydi. 7 marotaba Subhana birrur rohim deydi. 7 marotaba Ixlos surasini o'qiydi.